Boyni bolasi. Mahallaga kelganman. Mahallam bo'lsa shunday tushganlaringda Moloshin svetofor o'ng qo'limizda mana shunaqa ikki qavatli domimiz tushgan. Bunaqa domda ikkita bor. Hozir sizlarga mana shu birinchi podyezda, mana shu domda birinchi podyezda ikki xonali uyimizni obzor qilib ko'rsataman. Uyimiz juda ham shinamgina, uy ichida deyarli hamma narsa qoladi. 97-98% uy ichida narsasi qoladi. Mana kirib kelishimizdan kichkina o'zini holli kutib oladi. Mana bitta xona, ko'rsatib oling Sarvar. Mana bu yerda ikkita xona, bu yerda oshxona, chap tomonda o'zini umumiy vannaxonasi va hojatxonasi. Issiq suv, sovuq suvdan hech qanaqa muammosi yo'q deyapti uyda egalari, ataplinlar bor, hammasi ishlaydi. Mana bu yerda oshxonasi. Mana oshxonasi, kuxna mebellari chiroyli qilib qo'yilgan. Uyda egasida aytayapti, agar 97-98% narsa deyapti, hammasi qoladi deyapti, faqat bitta xolodilnigi, bitta kir mashinkasi, bitta televizor olib chiqib ketdilar ekan. Mana bu zali. Qolgan hamma narsa qolar ekan. Ko'rasiz, kirib faqat yashab berish kerak, uyda bo'ldi. Puli ham zo'r, hamma narsasi bilan qoldirib ketyapti. Opamiz 30 million so'm davlatdan krediti bor, o'sha bankda krediti bor. Shu uyni nomiga olganlar 30 million so'm, 27 ming dollar pul sanasalaring, 30 million so'mni yopib, sizlar nomeriga o'tkazib beradi. Bu mana spalniya xonasi. Ko'rasizlar, mana oynalar plastik qilingan, ataplinlari bor, suv, sovuq suv hech qanaqa muammosi yo'q. Uyda prosta kirib yashab berish kerak. Mana pollari ham laminatlar qilib qo'yilgan. Ko'rsatib qo'ying Sara polni. Mana. Pollar laminat qilgan, kirishimizda prixoshka mebellar qilib qo'yilgan. Mana shu narsalar hammasi qoladi. Mana aytadi trimozi ham bor. Xullas, hamma narsa qoladi. Boya aka men sizga asosiy narsani ko'rsatib o'tib ketay. Mana shu taruzni boya aka. Men sizga bonusga qo'shib beraman shu uyni oladigan bo'lsangiz. Uyning narxi 27 ming dollar so'ralyapti. Pastda egasini raqamini qoldiraman boya aka. Siz egasini o'zingiz pulini bog'lanib turib, bariga qilib olsangiz bo'ladi. Albatta yana ozgina sunnatiga o'tib beraman deyapti. Ko'rishguncha. Lokatsiyani tushuntirib o'tib ketaman. Mana ko'rib turganlaring Moloshin svetofor bo'lyapti. O'shani o'ng qo'lida Zabrovkaga yetmasdan mana shu ikki qavatli domlarimiz. Oxirgi podyez, birinchi etaj, ikki xonali uy.